Görünmüyor bilan gözükmüyorni farqi nima deb so'rabdilar. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi savol. Nimaga? Chunki juda ko'pchilik shunda adashadi va o'zi farqi nima degan savolga ko'pchilik har xil javob beradi. Keling, men shuni netlashtirib ketaman. Bular orasida kichkinagina farq bor. Juda kichkina. Va lekin juda sodda. Görünmüyor bu daha resmi va tilshunoslar bo'ldi shuni, ya'ni ko'proq shuni tarjih qilishadi. Yani dil bilgisi açısından daha çok tercih edilen ve resmi alanda daha çok ve sıkı kullanılan bir fiildir. Yani yazı buradan görünmüyor. Yazı buradan görünmüyor. Ha bu yoqdan şu yozgan narsa ko'rilmayapti degan narsani beradi. Endi gözükmüyor-chi. Gözükmüyor daha mesela halk arasında çok kullanılan bir sözcük sayılır. Yani fiil sayılır. Dil bilgisi açısından görünmüyor ile aynı durumda kullanılamaz. Neden? Çünkü resmi alanda daha çok görünmüyor işletiladi. Gözükmüyor fakat razgovorda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Lekin buni yozmaga imtihonni topshirmoqchi bo'lib kirayotganlar gözükmüyor degan narsani imkon qadar yozmanglar. Daha resmi alanda görünmüyor ishlatganinglar ancha выгодный. Masalan, o'rnak sifatida beradigan bo'lsam, telefonim burada ama gözükmüyor. Yani ko'zga ko'rinmayapti ma'nosini beradi. Endi gözükmüyorni yana juda ko'p holatda ko'p ishlatamiz. Razgovorni holatda, ya'ni xalq orasida qanaqa? O bize gelecek gibi gözükmüyor ya. Yani keladigandek ko'rinmayapti u. Bizga degan holatda berishimiz mumkin. Lekin baribir rasmiy holatda görünmüyor ishlatganinglar ancha foydaliroq sizlarga arkadaşlar. Video menimcha foydali bo'ldi. Nima qilishni bilasizlar? Beni takip etmeyi, bir tane beğenme tuşunu basmayı ve imtihonga kirmoqchi bo'lgan tanishlaringizga shu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar. Görüşürüz.